Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 iyuldan boshlab kimlarning daromadi oshishi mumkin? Kimlar qo'shimcha pul oladi? Kimlar esa bu yangilikni noto'g'ri tushunib, bekorga kutib qolmasligi kerak. Eng ko'p savol tug'dirayotgan raqam bu 3500 ming so'm. Odamlar har bir kishiga shu pul beriladimi? Bu nafaqami, oylikmi? Bir martalik to'lovmi, kimga tegadi deb so'rayapti. Men bugun buni oddiy tilda, raqamlar bilan, hayotiy misollar orqali tushuntiraman. Ma'lumot sizga, ota-onangizga, farzandlaringizga, ish joyingizga va oilaviy byudjetingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday yangiliklarni kech bilgan odam ko'pincha o'z haqini vaqtida ola olmay qoladi. Avvalo eng muhim narsani aniqlab olaylik. Har qanday qaror yoki yangilik chiqqanda odamlar birinchi navbatda bitta savol beradi. Menga qancha pul tushadi? Lekin davlat to'lovlari, ish haqi, pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki qo'shimcha ustama bir xil tartibda hammaga berilmaydi. Kimdir davlat tashkilotida ishlaydi, kimdir xususiy korxonada, kimdir pensiyada, kimdir nogironlik nafaqasi oladi, kimdir bolalar nafaqasiga hujjat topshirgan, yana kimdir umuman rasmiy daromadga ega emas. Shuning uchun 3,5 ming so'm degan raqamni eshitgan zahoti, demak hamma odamga shu pul berilar ekan deb xulosa qilish xato bo'ladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p hollarda odam o'zining qancha haq olishini aniq bilmasdi. Masalan, ishchi oylik oladi, lekin unda asosiy stavka bor, ustama bor, mukofot bor, soliq ushlanadi, ba'zan aliment yoki kredit ushlanadi. Pensiya oluvchi odam ham faqat bank kartasiga tushgan summani ko'radi. Lekin qayta hisob kitob qachondan boshlanganini, oshirilgan qism qaysi oy uchun berilganini tushunmaydi. Nafaqa oluvchi oilalarda esa yana murakkabroq. Oilaning jami daromadi, bolalar soni, mulk holati, avtomobil bor yo'qligi, mehnatga layoqatli a'zolar ishlayaptimi yoki yo'qmi? Bularning hammasi hisobga olinadi. Endi nima o'zgardi? 1 iyuldan boshlanadigan har qanday oshirish yoki qayta hisoblashda asosiy e'tibor adolatli taqsimotga, eng ko'p muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga va rasmiy ma'lumotlar asosida avtomatik aniqlashga qaratiladi. Ya'ni gap faqat pul beriladi degani emas. Gap shundaki, kimning huquqi bo'lsa, o'sha odam hujjatini to'g'ri topshirsa, ma'lumotlar bazada to'g'ri bo'lsa, o'ziga tegishli oshirilgan to'lovni olishi mumkin. Kimning hujjatida xato bo'lsa, kimning yashash joyi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, kimning oilaviy tarkibi bazada eski bo'lsa, u odam kechikishi yoki rad javobi olishi mumkin. Endi men sizga kimlar eng ko'p e'tibor berish kerakligini tushuntiraman. Birinchi toifa bu rasmiy ish qiladigan xodimlar. Agar siz byudjet tashkilotida ishlasangiz, masalan, maktab, bog'cha, shifoxona, mahalla tizimi, ijtimoiy soha yoki davlat idorasida bo'lsangiz, sizning oyligingizdagi har bir o'zgarish odatda rasmiy tarif, lavozim maoshi, ustama va qo'shimcha to'lovlar orqali hisoblanadi. 3,5 ming so'm bu yerda ayrim xodimlar uchun umumiy oylik miqdoriga yaqinlashishi yoki ayrim hollarda oshirilgan hisob-kitobdan keyingi jami qo'lga tegadigan summa bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy bir misol olaylik. Maktabda ishlaydigan texnik xodimning oldingi oyligi 2,700 ming so'm bo'lgan deylik. Agar uning lavozim maoshi oshsa, ustama qo'shilsa, ish staji hisobga olinsa, natijada hisoblangan oylik 3,300 ming yoki 500 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Lekin bu hamma xodimga alohida 3,500 so'm sovg'a qilinadi degani emas. Bu uning ish haqi tarkibidagi yangilangan hisob bo'lishi mumkin. Shuning uchun ish joyingizdagi buxgalteriyadan mening asosiy stavkam qancha, ustamam qancha, soliqdan keyin qo'lga qancha tegadi deb aniq so'rashingiz kerak. Ikkinchi toifa bu pensiya oluvchilar. Pensiya masalasida odamlar juda ko'p adashadi. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Har birining hisoblash tartibi boshqa. Agar pensiya miqdorlari indeksatsiya qilinsa yoki bazaviy miqdor oshirilsa, hamma pensiya bir xil summaga oshmaydi. Masalan, bir odam 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, oshirishdan keyin u 37 ming bo'lishi mumkin. Boshqa odam 3 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, u 30 ming yoki undan ko'proq bo'lishi mumkin. Farq shundaki, pensiya staj, ish haqi tarixi, imtiyozli davrlar va boshqa hujjatlar asosida hisoblanadi. Uchinchi toifa bu kam ta'minlangan oilalar va bolalar nafaqasi oluvchilar.
Bu eng nozik masala. Ko'pchilik farzandim bor. Demak, menga pul berilishi kerak deb o'ylaydi. Aslida bolalar nafaqasi oilaning umumiy holati bo'yicha belgilanadi. Oilada nechta bola bor? Ota-onaning rasmiy daromadi qancha? Oila nomida uy-joydan tashqari qimmat mulk bormi? Mashina bormi? Bank hisoblarida katta aylanma bormi? Mehnatga layoqatli odam ishlamasdan yuryaptimi? Bular tekshiriladi. Agar oila haqiqatan ham yordamga muhtoj deb topilsa, nafaqa belgilanadi. Agar oilaning daromadi mezondan yuqori chiqsa, rad javobi berilishi mumkin. Hayotiy misol keltiraman. Bir oilada ota rasmiy ishlaydi va oyiga 2200 million so'm oladi. Ona uyda 2 nafar farzandga qaraydi. Ijara uyi bor, ortiqcha mulki yo'q. Bunday oilada har bir a'zoga to'g'ri keladigan daromad past bo'lsa, bolalar nafaqasiga imkon bo'lishi mumkin. Lekin boshqa oilada ota ham, ona ham rasmiy ishlaydi. Jami 7,1 million so'm daromad bor. Bitta mashina bor, farzandlar 2 nafar. Bu oilaga nafaqa chiqmasligi ehtimoli yuqori. Chunki tizim faqat bolalar soniga emas, oilaning real iqtisodiy holatiga qaraydi. 4-toifa bu nogironligi bo'lgan fuqarolar va parvarishga muhtoj shaxslar. Bu toifadagi odamlar ko'pincha o'z haqini bilmaydi. Nogironlik guruhi, tibbiy xulosa, parvarish zarurati, dori-darmon xarajatlari, harakatlanish imkoniyati, doimiy qarovchi bor yo'qligi kabi holatlar hisobga olinadi. Agar 1 iyuldan to'lovlar yoki minimal kafolatlar oshirilsa, bu toifadagi fuqarolar albatta o'z hujjatlarini tekshirtirish kerak. Chunki ba'zan odam nogironlik guruhi bo'yicha huquqqa ega bo'ladi, lekin muddati o'tgan ma'lumotnoma yoki bazadagi xato sababli pulini vaqtida ola olmaydi. 5-to'y bu norasmiy ishlayotganlar. Men ekspert sifatida aynan shu joyga alohida urg'u beraman. Agar siz rasmiy ish joyisiz ishlayotgan bo'lsangiz, bugun qo'lingizga pul olayotgandek ko'rinasiz, lekin ertaga pensiya, nafaqa, kasallik varaqasi, dekret puli, kredit olish, subsidiyaga arza berish kabi masalalarda qiynalasiz. Chunki tizim sizning haqiqiy daromadingizni ko'rmaydi yoki aksincha, tushunarsiz pul aylanmalarini xavfli deb baholaydi. O'tgan yil 500 million so'm atrofidagi daromad ham rasmiy bo'lsa, bu sizga kelajakda foyda beradi. Norasmiy bo'lsa, bugun qulay, ertaga zarar bo'lishi mumkin. Endi kim eng ko'p oladi degan savolga kelamiz. Eng ko'p oladiganlar odatda 3 ta mezon bo'yicha ajraladi. Birinchisi rasmiy huquqi borlar, ya'ni ish staji, lavozimi, imtiyozi yoki ijtimoiy maqomi hujjat bilan tasdiqlanganlar. Ikkinchisi hujjati toza va bazada ma'lumoti to'g'ri bo'lganlar. Uchinchisi o'z vaqtida murojaat qilganlar. Ko'p odam aynan 3-bosqichda yutqazadi. O'zi tushar, mahalla aytadi, buxgalter biladi. Pensiya bo'limi o'zi hisoblaydi deb kutadi. Lekin ba'zan bitta ariza, bitta ma'lumotnoma, bitta tuzatish odamning bir necha oylik farq pulini olishiga sabab bo'ladi. Masalan, bir ayol 3 nafar farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i chet elda, lekin rasmiy aliment yoki pul o'tkazmasi ko'rinmaydi. Mahalla bazasida esa u hali ham er-xotin birga yashaydi deb turibdi. Tizim oilaning real holatini to'g'ri ko'rmasa, nafaqa masalasida muammo bo'ladi. Bu ayol nikoh holati, yashash manzili, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, daromad yo'qligi yoki mavjudligi haqidagi ma'lumotlarni tartibga keltirsa, natija o'zgarishi mumkin. Demak, pul masalasi faqat qarorga emas, hujjatning to'g'riligiga ham bog'liq. Yana bir misol. Pensioni otaxon 35 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasida bir korxonadagi 6 yillik ish staji noto'g'ri yozilgan yoki arxivdan tasdiqlanmagan. U odam yillar davomida kamroq pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Agar u arxiv hujjatini topib, pensiya organiga topshirsa, pensiya qayta hisoblanishi ehtimoli bor. Bu 500 ming so'm bo'lmasligi mumkin. Lekin har oy qo'shimcha 200 ming yoki 400 ming so'm ham pensioner uchun juda katta yordam. Bir yilga hisoblasangiz, bu 2400 ming yoki 4800 ming so'm bo'ladi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, e'lon qilingan summa bilan qo'lga tegadigan summa har doim bir xil bo'lmaydi. Ish haqi haqida gap ketganda soliqlar, majburiy ushlanmalar, aliment, kredit, jarimalar, avans va boshqa chegirmalar bo'lishi mumkin. Masalan, hisoblangan oylik 5 ming so'm bo'lsa, soliqdan keyin qo'lga 100 ming yoki 7 ming so'm tushishi mumkin. Agar avans olgan bo'lsangiz, kartaga undan ham kam tushadi. Shuning uchun faqat umumiy raqamga qarab xulosa qilmang. Ikkinchi nozik jihat. Bir martalik to'lov bilan doimiy oylik to'lovni adashtirmang. Agar qayerdadir 3500 million so'm beriladi,
degan gapni eshitsangiz darhol so'rang. Bu bir martalik yordammi yoki har oy beriladigan to'lovmi? Bu kompensatsiyami yoki ish haqimi? Bu hammagami yoki faqat muayyan to'yfagami? Masalan, bir martalik moddiy yordam bor. U faqat og'ir ahvoldagi oilaga berilishi mumkin. Oylik nafaqa bor. U har oy beriladi. Lekin mezonlari bor. Ish haqi bor. U faqat ishlagan odamga tegadi. Pensiya bor. U pensiya huquqi bo'lgan odamga tegadi. Uchinchi nozik jihat 1000 iyuldan degani pul aynan 1000 iyul kuni kartaga tushadi degani emas. Bu juda muhim. 1 iyuldan kuchga kiradigan tartib bo'lishi mumkin. Lekin hisob-kitob oyning oxirida qilinadi. To'lov jadvali bo'yicha tushadi. Ayrim hollarda keyingi oyda farqi bilan beriladi. Masalan, iyul oyidagi ish haqi odatda avgust boshida yoki ish joyining ishki jadvaliga qarab berilishi mumkin. Pensiya to'lovlari ham hudud va bank jadvaliga qarab bosqichma-bosqich tushadi. Shuning uchun 1 iyul kuni kartangizga pul tushmasa, darhol meni ro'yxatdan chiqarib yuborishdi deb vahima qilmang. 4-chi nozik jihat oilaviy tarkibdagi xatolar. Ko'p odam propiska, vaqtincha yashash, ajrashganlik. Farzandning boshqa joyda o'qishi yoki ishlashi masalasini e'tiborsiz qoldiradi. Lekin nafaqa va yordam pullarida oilaning tarkibi juda katta ahamiyatga ega. Agar ba'zida siz bilan birga yashamaydigan odam oila a'zosi sifatida ko'rinsa, uning daromadi ham sizning oilangiz daromadiga qo'shilib ketishi mumkin. Natijada siz muhtoj emas deb chiqib qolishingiz mumkin. Aksincha, siz bilan yashayotgan, lekin ro'yxatda ko'rinmayotgan bola yoki qaramog'ingizdagi shaxs hisobga olinmasa, to'lov miqdori kamayishi mumkin. 5-chi nozik jihat firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Har safar pul, nafaqa, kompensatsiya yoki subsidiya haqida xabar tarqalsa, firibgarlar faollashadi. Ular 3500 so'm olish uchun mana bu havolaga kiring. Karta raqamingizni yuboring. SMS kodni ayting. Oldindan 1 million so'm to'lang. Hujjatingizni chiqarib beraman deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod bermang. Bank kartangizning maxfiy ma'lumotlarini yubormang. Noma'lum havolalariga kirmang. Rasmiy murojaatlar mahalla, davlat xizmatlari markazi, tegishli vazirlik yoki idora, my.toy.gov uz kabi rasmiy kanallar orqali amalga oshiriladi. 6-chi nozik jihat. Qaror chiqqan bo'lsa ham amaliyotda tushuntirish xatlari va ichki tartiblar muhim bo'ladi. Ko'pincha qarorda umumiy qoida yoziladi. Keyin esa vazirlik yoki tashkilotlar uni qanday qo'llashini tushuntiradi. Masalan, kimga ustama beriladi, qaysi lavozimlarga tegadi, qaysi sanadan hisoblanadi, qayta hisoblash qanday bo'ladi, eski qarzlar bilan qanday ushlanadi. Shuning uchun faqat ijtimoiy tarmoqdagi qisqa postga ishonib qolmang. Buxgalteriya, pensiya bo'limi, mahalla mas'uli yoki davlat xizmatlari markazidan aniq holatingiz bo'yicha javob oling. 7-chi nozik jihat. Hamma oshirgan summani bir xil darajada sezmaydi. Masalan, narxlar oshgan, kommunal to'lovlar ko'paygan, oziq-ovqat xarajatlari ortgan bo'lsa, oylik yoki nafaqa oshgani bilan odamning qo'lida qoladigan real pul unchalik ko'paymagandek tuyuladi. Shuning uchun men doim oilaviy byudjetni yozib borishni maslahat beraman. Agar daromadingiz 500 ming so'mga oshsa, darhol hammasini sarflab yubormang. Avvalo majburiy xarajatlar, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov, qarz, maktab xarajatlari, zaxira pul tartibini yozing. Shunda oshgan pul haqiqiy foyda beradi. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy tartibda aytaman. Birinchi qadam, o'z to'yfangizni aniqlang. Siz ish haqi oluvchimisiz, pensionermisiz, nafaqa oluvchimisiz, kam ta'minlangan oilamisiz, nogironligi bo'lgan shaxsmisiz yoki subsidiya olishni xohlaysizmi? Har bir to'yfaning eshigi boshqa. Ishchi buxgalteriyaga murojaat qiladi, pensioner pensiya organiga, nafaqa oluvchi mahalla yoki ijtimoiy himoya tizimiga, subsidiya olmoqchi bo'lgan odam davlat xizmatlari markaziga yoki rasmiy portalga murojaat qiladi. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, doimiy yashash manzili, nikoh guvohnomasi, ajrashganlik haqidagi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi, ish haqi haqidagi ma'lumotnoma, bank karta rekvizitlari, ijara shartnomasi, aliment to'g'risidagi hujjat, arxiv ma'lumotnomalari kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjat hammaga kerak emas, lekin siz o'z holatingizga qarab tayyor turishingiz kerak. Eng katta xato bu kerak bo'lsa topaman deb yurish. Kerak bo'lgan paytda arxiv yopiq mas'ul xodim ta'tilda yoki ma'lumot bazada chiqmay qolishi mumkin. 3-qadam, rasmiy joyga savol bering va javobni yozib oling.
Agar ish joyida bo'lsangiz, buxgalterga shunday deb murojaat qiling. 1 iyuldan mening lavozimim bo'yicha oylik hisob kitobida o'zgarish bormi? Asosiy maoshim qancha bo'ladi? Ustamalarim saqlanadimi? Soliqdan keyin qo'lga qancha tegadi? Agar pensioner bo'lsangiz, mening pensiyam qayta hisoblanadimi? Stajim to'liq kiritilganmi? Qo'shimcha hujjat topshirsam pensiya miqdori o'zgaradimi deb so'rang. Agar nafaqa bo'yicha murojaat qilsangiz, oilaviy tarkibim bazada to'g'rimi? Daromadlar qanday hisoblangan? Rad javobi bo'lsa, sababini yozma olsam bo'ladimi deb so'rang. 4-qadam, rad javobidan qo'rqmang. Rad javobi oxirgi nuqta emas. Ba'zan rad javobi to'g'ri bo'ladi, chunki oila mezonga tushmaydi. Lekin ba'zan rad javobi xato ma'lumot sababli chiqadi. Masalan, eski avtomobil hali ham sizning nomingizda turibdi, lekin aslida sotilgan. Yoki siz bilan yashamaydigan qarindosh bazada oila a'zosi bo'lib qolgan. Yoki ish haqi bir martalik mukofot bilan qo'shilib doimiy daromaddek ko'ringan. Bunday holatda siz hujjat bilan tushuntirish berishingiz, ma'lumotni tuzatishingiz va qayta murojaat qilishingiz mumkin. 5-qadam, bank kartangiz va telefon raqamingizni tartibga keltiring. Ko'p to'lovlar bank kartasiga tushadi. Karta muddati o'tgan bo'lsa, karta boshqa odam nomida bo'lsa, telefon raqamingiz eski bo'lsa, SMS xabarnoma ishlamasa, siz pul tushganini ham bilmay qolishingiz mumkin. Ayniqsa keksa ota-onangizning kartasini tekshiring. Ular ko'pincha PIN kodni unutadi. SMS kelmaydi. Bank ilovasidan foydalana olmaydi. Farzand sifatida yordam bering, lekin ularning kartasini o'zingiz xohlagancha ishlatmang. Bu pul ularning shaxsiy huquqi. 6-qadam, oilada ochiq gaplashing. Agar daromad oshsa, oila ichida kelishmovchilik chiqmasligi kerak. Masalan, oyligi oshganini aytmaydi, ayol nafaqa tushganini yashiradi. Farzand ota-onasining pensiyasini o'z qarziga ishlatadi. Bunday holatlar juda ko'p. Men moliyaviy masalada shaffoflik tarafdoriman. Oilada kim qancha oladi, qaysi xarajat birinchi, qaysi qarz yopiladi, dori-darmon, o'qish, kommunal to'lov, oziq-ovqat, zaxira pul qanday bo'ladi? Buni oldindan kelishib olish kerak. Pul ko'paygani yaxshi, lekin noto'g'ri boshqarilsa baribir yetmaydi. 7-qadam, hamma xabarni tekshirib ko'ring. Telegramda, YouTube'da qo'shnilardan, tanishlardan eshitgan gapni darhol haqiqat deb qabul qilmang. Men ham sizga maslahat berayotganda asosiy tamoyilni aytaman. Rasmiy manba, aniq hujjat sizning shaxsiy holatingiz. Bir odam olgani siz ham olasiz degani emas. Bir odamga rad bo'lgani sizga ham rad bo'ladi degani emas. Har bir holat alohida ko'riladi. Aynan shuning uchun men bugun hamma uchun 500 ming so'm oladi deb emas. Kim qanday shartda, qaysi hujjat bilan qachon olishi mumkin deb tushuntiryapman. 8-qadam, agar sizga haqiqatan ham pul tegishi kerak bo'lsa, vaqtni cho'zmang. Masalan, ish stajingiz bo'yicha hujjat yetishmasa, arxivga murojaat qiling. Nafaqa uchun oilaviy tarkibni to'g'ri bo'lsa, mahalla va tegishli idorada tuzating. Nogironlik hujjati muddati tugayotgan bo'lsa, tibbiy ko'rikni kechiktirmang. Bank kartangiz ishlamasa, bankka boring. Hamma ishni oxirgi kunga qoldirsangiz, navbat ko'payadi. Tizim sekinlashadi, to'lov kechikadi. O'z haqini vaqtida oladigan odam odatda hujjatni oldindan tayyorlab qo'ygan odam bo'ladi. Men yana bir muhim masala aytib o'taman. Agar siz xususiy sektorda ishlasangiz, ish beruvchi bilan rasmiy shartnomangiz bo'lishi kerak. Oyligingizni naqd beraman, soliqsiz ko'proq olasiz degan gap bir qarashda foydali tuyuladi. Lekin ertaga ish haqi bo'yicha minimal talablar, mehnat huquqi, ta'til puli, kasallik varaqasi, dekret puli yoki pensiya staji masalasida siz yutqazasiz. Rasmiy mehnat shartnomasi nafaqat bugungi oylik, balki kelajakdagi himoya degani. 3.500 ming so'm va undan yuqori daromad haqida gap ketganda ham rasmiylik eng muhim omil. Xulosa qilib aytsam, 1 iyuldan boshlanadigan o'zgarishlar ko'pchilik uchun muhim bo'lishi mumkin. Lekin 3.500 ming so'm degan raqamni hamma uchun bir xil va avtomatik to'lov deb tushunmaslik kerak. Kimdir oylik hisobida oshishni ko'radi. Kimdir pensiya yoki nafaqa bo'yicha qayta hisoblashdan foyda ko'radi. Kimdir hujjatini to'g'rilasa qo'shimcha imkoniyatga ega bo'ladi. Kimdir esa mezonga tushmagani uchun pul olmaydi. Eng muhimi, vahimaga tushmang, mish-mishlarga ishonmang. Hujjatingizni tekshiring va rasmiy joydan aniq javob oling. Agar siz bu mavzuda o'zingizning holatingizni yozmoqchi bo'lsangiz, izohlarda qoldiring. Siz ish haqi, pensiya, nafaqa yoki subsidiya bo'yicha kutyapsizmi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman.
Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday moliyaviy yangiliklarda eng katta yutuq pulni birinchi eshitgan odamda emas, ma'lumotni to'g'ri tushunib, hujjatini vaqtida tayyorlagan odamda bo'ladi.